20 asrning porloq yulduzi Cho'lpon 1897-yilda Yunus xonadonida tavallud topadi. Yunus xonadonida u bir dona o'g'il hisoblanib, u yoshligidan kitob o'qishga mehr qo'yadi. Keyinchalik esa u jamoat arbobi, tanqidchi hamda ana shu yangi chiqib kelayotgan yoshlarga qoldirgan asarlari orqali tanila boshlaydi. Bunda asosan biz Mushtum gazetasi jurnalida muharrir, keyinchalik esa Turan teatridagi direktorlik lavozimida ishlagani yaqqol misol bo'la oladi. Hamda Ozarbayjon, Hindistonda chiqqan yangi gazetalarni birinchi chiqishdayoq u Cho'lpon qiziqib o'qib ko'rardi deb xulosalagan Muhammadjonov hamda shular ham yaqqol misol bo'la oladi. Keyinchalik bizga yetib kelgan yozuvchining Kecha va kunduz romani ham uni qanchalik mahorat bilan yozganiga yaqqol dalil bo'la oladi. Chunki bizgacha ammo uning kechasi yetib kelgan, kunduzi esa yetib kelmagani sababli bizning darsliklarimizda ham mana shu kechasini yosh o'quvchilar o'qib xulosalarni bildirishlari mumkin bo'ladi. Abdulhamid Cho'lpon qalamiga mansub bo'lgan Kecha va kunduz romani asosan dialogiya hisoblanadi. Dialogiya bu ikkita romanning qo'shilmasiga aytiladi. Kecha va kunduzdan tashkil topgan bu asar asosan 1930 ya'ni 30-yillarda o'z ichiga qamrab oladi. U yerdagi odamlarni va u yerdagi muteliklarni, Chor Rossiyada bo'lib o'tayotgan va SSR hukumati tomonidan qo'yilgan surgunlarni o'z ichiga oladi. Asosan kecha asari bizgacha yetib kelgan bo'lib, kunduzi esa ana shu Chor Rossiya va SSR hukumati tomonidan ularni yoqib yuborgan yoki arxivda yashirib qo'yilgan deb ham ko'riladi. 30-yillarda ana shu Razzoqov va Mahmudovlar Rossiyada, ya'ni Moskva shahrida bo'lganda Cho'lpon u yerga mehmonga tashrif buyurishadi va u yerda ana shu kechaning va kunduzning ikkala yozgan yozmalarini va varaqlarini olib chiqib o'qib beradi. 3 ta varag'idan sahifalarni o'qib beradi. Shunda aytadi, ana shu 33-yillarda yozilgan deb aytadi birinchi bo'lib Razzoqov, chunki uyga borganda shunday hodisani namoyon etganini ko'rishadi. Lekin Mahmudov tomonidan esa 34-yilda yozib bitkazilgan deb aytiladi. Lekin shu taxminlar ko'proq mos keladi, chunki Rossiyada bo'lib o'tgan, ya'ni respublika bosqichida ana shu Cho'lponni Kecha va kunduz asari birinchi o'rinni qo'lga kiritgan holatda 34-yilda g'olib bo'ladi va asosan yana bir qarashlarga ko'ra 33-yilda u yozib tugatilgan deb aytiladi. Asosan Kecha va kunduzning qahramonlari, Dilbar qahramoni bu Zeba hisoblanadi va Maryam, Miryoqub va Akbarlarni va Razzoq So'fini ham ko'rishimiz mumkin bo'la oladi. Asosan Razzoq So'fi bu ana shu ota roli, ya'ni bolasidan ajralgan ota rolini namoyon etadi. Zebi esa Dilbar qahramon, ya'ni ana shu mutelikni va boshqa tomonlama kundoshlik va o'zini erkin hayotini mustaqil davom ettira olmaydigan ayol sifatida ko'riladi.